Bir odamdan so'rashdi-da, sizga eng ko'p yoqadigan, siz eng ko'p hurmat qiladigan, e'zozlaydigan, ardoqlaydigan odam kim deb bir katta bir olimdan so'rashibdi-da. Olim aytibdi, tikuvchi debdi. So'raganlar aytibdi, endi atrofingizda shuncha sizga yaqin odamlar bor. Martabalarda, mol-mulkda, davlatda, bilimda siz darajangizga yetadigan qancha odamlar bor. Siz bo'lsa ular ichida birortasini tanlamasdan tikuvchini aytyapsiz. Buni bir sababi bormi desa, albatta bor debdi. Nima sababi bor? Men har doim ustimga kiyim tiktirgani tikuvchiga borsam, u har safar meni bo'yimni boshqatdan o'lchaydi. Bir oydan keyin borsam ham boshqacha o'lchaydi, yangitdan o'lchaydi, bir haftadan keyin borsam ham yangitdan o'lchaydi. Lekin siz va sizga o'xshaganlar debdi. Men haqimda bir xulosaga kelib olasiz-da, umringizni oxirigacha shu xulosangizda qotib turib olasiz.